Tak, hammaga salom. Men Tokushda ishdan keldim. O'zimga ham qarashga vaqtim yo'q. Men bugun bolalarga tomatni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Tayyorlab bermoqchiman. Buni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Aniqrog'i, ko'cha to'g'ri bo'lgan taqdirda ham domashni baribir качественный и toza. Qay tarzda qilayotganingizni o'zingiz bilasiz. Men buni yana qaytadan yo'nqisga solganim, sizga grammini ko'rsatmoqchiman. Menda 400 gram молоко. Buni qaynatamiz va kraxmal 3 osh qoshiq. Xohlasangiz 2 osh qoshiq. Men o'tgan gal tayyorlab ko'rganimda uncha qattiq bo'lmagani uchun, menga ham qattiqroq bo'lishini xohlaganim uchun 3 osh qoshiq soldim. Siz o'zingiz ixtiyoringizga qarab сухое молоко prima. Men bankaga solganman. Kraxmal bilan adashib ketmaslik uchun yopishtirib qo'yganman. Tak. Сухое молоко ham solyapman, chunki sut chalgan yog'li emas, shuning uchun. Bu ixtiyoringizga havola. Xohlasangiz soling, xohlamasangiz yo'q. Men kakao solmayman. Ko'pchilik kraxmal bilan kakao aralashtirib tayyorlaydi. Men ham internetdan ko'rdim. Men o'shanga o'zimcha nimalardir qo'shib chatib, nimalarnidir olib tashlagan kishi bo'lyapman. Tak, men kakaosiz tayyorlamoqchiman, chunki mening bolalarimga oppoq yoqadi va har doimgidek mening bolalarim klubnikani yoqtirgani uchun men klubnika qo'shaman. Xohishga qarab vanilya. Bizga kerak bo'ladi 2 ta tuxum. Tuxumning sarig'ini ishlatamiz, oqini olib qo'yamiz. Men bu retseptni ko'plab internetdagi retseptlarni ko'rib chiqib, o'zimga ma'qul kelgan tomonlardan, uyda bor sharoitdan kelib chiqib qilyapman, tayyorlab ko'ryapman. Siz ham balki boshqa retseptlarni ko'rib tayyorlab ko'rishingiz mumkin. 2 ta. Xohlasangiz 3 ta soling. Retsept ixtiyoriy. Va biz bunga ozgina yana молоко qo'shib olamiz. Chunki hozir buni tuxum massa bilan oddiy молокoni qo'shamiz. Ozgina aralashtirib olamiz. Tuxumni oqini qo'yamiz. Va mana bu quruq massamizni ham qo'shamiz. Nega buncha ko'p suting 400 gram edi deyapmanglar. Bu yerda сухое молоко ham bor. Komachka qolmasligi uchun. Sutimiz qaynab chiqdi. Va biz bunga kraxmalli massani qo'shamiz. Qaynab turgan holda qo'zg'ab turamiz. Komachka bo'lib qolmasligi uchun. Men ko'rdim. Shuncha tuxum sarig'ini qo'shib, kremni o'shadan zavarni kremni o'shadan yasalganlar. Men kraxmal qo'shishga qaror qildim. Hamma o'zini ixtiyori. Qaynadi. 2 minutlar ozgina qaynab turib, bir necha sekund qaynab tursa bo'ldi. Уже tayyor. Yana bitta gap, men bunga shakar qo'shmadim, ahamiyat bergan bo'lsanglar, chunki men yana qaymoq bilan suvsho'ni молоко aralashtirmoqchiman, shuning uchun shakar qo'shmadim. Juda shirin bo'lib ketishini xohlamayman. Hozir men sizlarga bitta prikol qilaman. Men bu bilan anaqa sliva qaymoq o'lchamoqchiman. Nima uchun suv o'lchayapman? Qaymoqni solib
grammlashni xohlamayman, chunki odam bundan tozalab olish biroz qiyinroq. Shuning uchun mana bu posudani tak men sizlarga ataylab ko'rsatish uchun menda qiya ko'rinyapti shekilli. Короче, to'ldirmadim shekilli. Aslida bu chashka 250 gram. Hozir men 250 gram demak qaymoqdan foydalanaman. Mana. Menda qaymoq hozir foizini bilib beraman. Xullas men topolmadim nech foiz degani. Xullas 250 gram qaymoq biz foydalanamiz. 200-250. Menda blender yo'q, shuning uchun degan usulda foydalanib qo'ya qolamiz. Blenderim, mikserim yo'qligi uchun men zipovalkada. Zipovalka emas bu degani. Venchikda попробую ozgina ko'pirtirishga. Ko'pirmasam meni не волнует. Так. Xohishga qarab, qanchalik sladkий bo'lishini xohlasangiz, o'shanga qarab moloko qo'shishingiz mumkin. Molokoni sahar qo'shsangiz ham bo'ladi. Boynagi qaynatilgan zavarnoy massamizga shakar qo'shsangiz ham bo'lardi. Xohishga qarab xullas. Men hozir 3 qoshiq qo'shdim. Vanilini ham qo'shaman. Tak. 3 qoshiq kamlik qilar ekan, yana 1 qoshiq qo'shyapman. Endi oddiy mana qildim. Vanilin. Siz o'z ixtiyoringizga qarab, esensiya yoki saxar pudra xullas. Zavornoy massamizni men ventilyator bilan и морозильникка qo'yib biroz tezlashtirib sovutib oldim. Endi bir qoshiq qo'yib qaymoqli massa bilan aralashtiramiz. Borgan sayin quyuqlashib boryapti. Menga do'qish juda qiyin bo'lyapti. Mana bunday posudam olib ketdi. Agar mikser bo'lganda albatta juda ko'p ko'pirgan bo'lardi. Afsuski menda yo'q, kuchim yetmayapti ham ortiq do'qishga. Xullas kalom hozir men bular formaga solib chiqaman. Bizda bu massa juda ham ko'pib ketganligi uchun men mana bunday stakanchalarga qo'yib chiqaman, chunki bunaqa ko'p forma topolmayman. Xullas ertalabgacha morozilinga qo'yamiz. Ertalab natijasini ko'ramiz. Tak, mana biz kutgan mo'jizaviy daqiqalar yetib keldi. Mana kechagi tayyorlab qo'ygan morozinim. Ishga ketishimga 5 daqiqa vaqtim bor ekan. Shuning uchun bostirib video хотела снять. Так, у нас kechagi количествомиz, massamiz nechta мороженое hosil bo'ldi. Значит, ikkita ko'ryaptimi yo'qmi? Видно? Вот. 5 чашечка. Mana bularning har biriga 1 stakandan ketdi. Mana bunday мышка формача. Значит, каждый форму по одному стакану я налила прямо туда. Так, кроме того, вот это другой у нас Микки Маус. Значит, она бы eng qiziq joyini ochib ko'rsataman sizlarga. Вау, надеюсь, что не будет испортиться. Vaqtim juda ham kam. Xullas, kecha va'da qilganim o'sha nimada? Bananli desertni mana shu morozining massasidan tayyorlab ko'rsatgan edim. Tozalab beraman. Вот. Наверное,
детям понравится, надеюсь, что. Что такое? Ай, ножки оторвала. Обидно будет детям это. Вот так. Не буду трогать руками вот такие необыкновенная мышка. А про вкус я сейчас попробую. Ложь берем. Я уже успела попробовать с утра. Вот такой. Слишком замерзла, потому что там крахмал было. Гарантия бeraman. Do'konda xarid qilganingizdan ta'mi o'zgacha emas. Лучше bo'lsa лучше, но kam emas. Я гарантию даю. Вкус тот же, так даже чем лучше, чем магазин, который купить. Попробуйте, обязательно попробуйте. Детям, перед этим, если лично, мои дети на меня смотрят и говорят, что моя мама супер мама. А вот и хочу быть супер мамой. А вы почему не сможете? Тоже попробуйте для детей. Сами будете готовить, когда детям это приятно. Когда моя мама готовит для меня блины или чак-чак, в то время мало чего было, да, готовить дома. Ай, мы как бы делали, да, когда bolaligimda ayam men uchun chak-chak yoki qovurma barak deymiz, chuchvara, da hammani shevasi har xil. Men oddiy qishloq qiziman. Mening qishlog'imda hech kim barak deganda, xullas uy sharoitida o'zingiz qo'lingiz bilan bolalaringiz uchun nimadir tayyorlab bersangiz, siz bolalaringiz ko'z o'ngida super mama bo'lasiz. Mening bolalarim meni multfilmdan nima deydi, emotsiya olgan holda menga super mama deydi-da. O'shaning uchun menga stidno-da. Я постараюсь, чтобы быть как супер мама. А я вам тоже посоветую. Но очень вкусно. Я не люблю, когда перед камерой кто-то это жрет, что попало, да? Как-то для меня неприлично. Ну, что делать? Хотела попробовать перед вас. Ну, короче, приятного аппетита. Попробуйте обязательно. И вам, и детям, и вашим семьям будет приятно. Bugun kechga o'sha va'da qilganim kollagenni tayyorlab ko'rishga harakat qilaman. Vaqtim boricha, ulgurishganimcha, ishni subota-voskreseniyaga qoldirishga to'g'ri keladi. Ishdan kelib, bolalarni ужин qildirib, ularni yuvintirib, birpas давай разговариваем deydi mening bolalarim. O'shanga ozgina vaqt ajratmasam xafa bo'ladi. Ты меня не любишь. Ты что за мама, говорит. Мне прям такая обидная и стыдные слова говорит. Из-за этого я постараюсь после работы, если когда у меня нету работы, целый день не дома, могу много чего показывать. Еще у меня yanamda aytganimdek maska для лица. И результаты bilan men bir oydan beri muntazam ravishda maska bilan yuzimni maska, ba'zi bir muolajalar qilishga harakat qilaman. O'shalarni siz bilan bo'lishga harakat qilaman. Hali oldinda ancha-muncha planlar bor. Hali meni gitara saboqlarim yo'q. Sizlar saboq o'rgatmayman. O'zimni saboqlarim qolib ketyapti, pianinom qolib ketyapti. Ular bilan hali shug'ullanishim kerak. Sizlarga har bir haqida bo'lishaman. Я же супер мама. Ладно, удачного дня.